Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Assalomu alaykum. Jonli vebinarlarimiz orqali har hafta biz bilan bo'layotgan qadrli yoshlar, barchangizni yana bir bor jonli vebinarimizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Har galgidek biz sizlar bilan har hafta o'tkazilayotgan jonli vebinar orqali turli xil soha spikerlari hamda turli xil soha mutaxassislari bilan jonli vebinarlarimizni olib bormoqdamiz va bu galgi mehmonimiz bojxona sohasiga qiziquvchilar, o'qishga kirish yoki kirishga harakat qilayotganlar, bizda texnik nosozliklar bo'lib turadi. Yaqinroq kelishingizni iltimos qilaman. Jonli vebinarimiz davom etadi. Bu galgi mehmonimiz Bojxona qo'mitasining inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish boshqarmasi bo'lim boshlig'i Abbos Saidov. Abbos aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush ko'rdik. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Abbos aka, bu mavzuga to'xtalishimizning asosiy sababi juda ko'p yoshlarimiz, juda ko'plab o'zining takliflarini, murojaatlarini aynan bizga yo'llashdi va ya'ni biz ko'rishimiz mumkinki, yoshlar o'rtasida bojxona tizimida ishlash, faoliyat olib borish bir muncha qiziq. Shu bo'yicha aynan navbatdagi ko'rsatuv misolini aynan bojxona tizimiga bag'ishladik. Marhamat, kirish qilib berishingiz mumkin. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Endi hozir qisqacha bojxona organlari xizmatga qabul qilish tartibi to'g'risida avvalambor ma'lumot berib o'tsam, 2022-yilni 17-fevral kuni muhtaram yurtboshimiz tomonidan muhtaram yurtboshimiz rahbarligida bojxona organlarini korrupsiyadan xoli tizimga aylantirish bo'yicha tarixiy yig'ilish o'tkazilgandi. Mazkur yig'ilishda bugungi mavzumizga aloqador bevosita ikkita masala bojxona organlari oldiga qo'yilgan. Bugun eng asosiy masala bu bojxona organlari xizmatiga qabul qilishning shaffof tizimini yaratish. Mazkur vazifadan kelib chiqqan holda biz tanlovlarni ochiq onlayn platformalar orqali amalga oshirishni yo'lga qo'yildik. 2022-yil mart oyidan boshlab undan keyingi masalamiz tizimda ayollar ulushini ehtiyojdan kelib chiqqan holda 2 barobarga oshirish vazifasi qo'yildi. Mazkur vazifalarni amalga oshirish borasida bugungi kunda ham o'sha bevosita xizmatga xotin-qizlarni qabul qilish bo'yicha keng ko'lamli tanlovlar amalga oshirib kelinmoqda. Umuman olganda, mana shu yoshlar o'rtasida umuman nima desam bo'ladi? Forma kiyish har bir yigit kishining orzusida va biz kuzatamiz, kattalar aytishadi, yoshligingdan boshlab turib o'zingni asrashing kerak, qaddi-qomatingga, sog'lig'ingga, sport bilan shug'ullanishni uqtirib borishadi. Kuni kecha biz mana shu e'lon bo'yicha postni qo'yganimizda sog'liq masalasi bo'yicha bog'liq muammolar, tibbiy nima desa bo'ladi, tibbiy medkomissiyadan o'tish bo'yicha ham savollar juda ham ko'plab kelyapti. Bo'y masalasi bo'yicha so'rashda necha metr bo'lishi kerak, vaznim qancha bo'lishi kerak deb, shu bo'yicha ham ma'lumotlar bersangiz menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, avvalambor bojxona organlari xizmatiga qabul qilishda tartibga soluvchi ikkita normativ huquq hujjatimiz bor. Bu birinchisi, demak, Davlat bojxona xizmati to'g'risidagi qonun bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 36-65-sonli qarorlari bilan tasdiqlangan bojxona organlari xizmat o'tash to'g'risidagi nizom bilan tartibga solinadi. Mazkur qonun va nizomga muvofiq bojxona organlariga nomzodlar ixtiyoriy asosda tanlovga rioya qilgan holda yoshi 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan erkaklar va xotin-qizlar xizmatga qabul qilinishi belgilangan. Erkaklarimiz uchun bo'y chegarasi 165 sm, xotin-qizlar uchun 160 sm qilib belgilangan. Erkaklarimiz bundan tashqari harbiy xizmatni yoki safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat o'tagan bo'lishi kerak yoki oliy o'quv yurtlaridagi harbiy kafedralarda xizmat o'tagan bo'lishi kerak. Endi xizmatga jismonan baquvvat, sog'lom nomzodlar xizmatga qabul qilinadi. Endi tanlov shartlariga kelsak, tanlovlarimiz bir necha bosqichlardan iborat. Bu bosqichlardan avval men o'zi agar ruxsat bersangiz, qanday qilib hujjat topshirishdan boshlasak, keyin shundan kelib chiqib, o'tgan yilgi shu yig'ilishda berilgan topshiriqdan kelib chiqqan holda bojxona organlariga xizmatga qabul qilishning yangi shaffof tizimi yaratildi. Buni yaratishdan asosiy maqsad barcha nomzodlar uchun teng sharoit yaratish, ya'ni teng huquq berish, barchaga topshirish imkoniyatini berish. Chunki avvallari qaysidir hududiy boshqarmamizda vakant bo'lgan yoki vakant bo'lmagan nomzodlar kerak bo'lsa oylab, yillab kutishga majbur bo'lishgan, qachon masalan xizmatga qabul qilinishini. Hozir unaqa emas. Hozir biz masalan respublikaning qaysi hududiy boshqarmasida yoki bojxona postida vakant bo'lsa, shu vakantga lavozimga tanlov e'lon qilamiz. E'lonimizni bojxona organlarining rasmiy veb-saytida yoki Telegram kanal, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda beramiz. Hamda arizalarni qabul qilishda muddatini belgilab beramiz. Masalan, 10 kun yoki 15 kun. Va bu barcha nomzodlar bojxona organlarining veb-saytiga kirgan holda onlayn ravishda o'zlari ariza qoldiradi. Bunda hech kimning huquqi cheklanmagan, shu belgilangan parametrlarga to'g'ri kelsa bo'ldi. Masalan, yosh parametri bo'lishi mumkin, bo'y parametrlari bo'lishi mumkin. Yosh parametrlar shu 30 yoshgacha bo'lgan yosh parametrlar belgilangan.
Endi nomzodlarimiz onlayn platforma orqali ro'yxatdan o'tgandan so'ng, arizalarni qabul qilish muddati masalan oxirgi kun yopilgandan so'ng biz 5 kun yoki 10 kun doirasida shu nomzodlarni dastlabki ma'lumotlar bo'yicha saralashlarni amalga oshiramiz, o'zlarimiz o'rganamizda. Keyin nomzodlarni hududiy kadrlar bo'limlariga yoki hududiy bojxona boshqarmalarida birinchi tanlov bosqichiga chaqiramiz. Bu demak onlayn test, dastlabki test sinovi bo'ladi. Demak, test asosida saralab olasiz. Birinchisi test. Birinchi tanlovimiz bu test jarayoni. Testlar bu maxsus axborotlashtirilgan dasturda nomzodlardan qabul qilinib, uning natijasi nomzod test sinovini tugatganidan darhol o'ziga ma'lum qilinadi. O'tdingiz yoki o'tmadingiz. Odatda 100 ta savoldan iborat testlarimiz, iqtisodiyot, huquqshunoslik, ingliz tili, rus tili yoki boshqa xorijiy til, qaysini o'zi ma'qul ko'rsa, ma'naviyat, ma'rifat asoslari hamda O'zbekiston tarixiga oid asosiy savollardan iborat. Savollarimiz 100 ta. Shunda masalan 100 daqiqa vaqt ajratiladi nomzodlarga. Shundan 60 tasiga to'g'ri javob bergan nomzod keyingi bosqichga o'tadi. Nechta bosqich bo'ladi bo'lsa? Bu birinchi bosqichimiz. Ikkinchi bosqichimiz bu individual psixologik o'rganish bosqichi. Bu bosqichda ham nomzodlarga psixologik sinovlar olinadi nomzoddan va nomzodning psixologik psixofiziologik barqarorligiga baho beriladi. Bojxona organlari xizmatiga layoqatlimi, layoqatsizmi? Agar o'sha Dastoyni. Bu ham test orqali maxsus dasturda amalga oshiriladi. Bu ham hamma jarayonlar kameraga tushiriladi va javobi nomzod o'sha psixologik testni tugatganidan o'ziga birdaniga ma'lum qilinadi. Siz testdan avtomatik ravishda, avtomat ravishda kompyuter o'zi birdan aytadi. Siz testdan o'tdingiz, keyingi bosqichga tavsiya etildingiz yoki siz testdan o'ta olmadingiz, siz bilan xayrlashamiz. To'xtatiladi endi nomzod sifatida o'rganing. Uchinchi bosqichimiz bu jismoniy tayyorgarlik bosqichi. Bunda demak 3 xil sinovimiz bor. 100 metrga yugurish, bu qizlarga ham, o'g'il bolalarga ham tegishli. Keyin o'g'il bolalar uchun 3 kilometrga yugurish, qizlar uchun 1 kilometrga yugurish. Bu ikkalasiga ham vaqt normalari belgilangan. Uchinchi sinovimiz o'g'il bolalarga to'sinda tortilish, ya'ni turnikda tortilish. Qizlarimizga kompleks kuch ishlatish mashqlari deyiladi. Bu отжимание bilan o'sha kuch ishlatish mashqi hamda press mashqdan iborat qizlarimizga. Bunga ham 1 daqiqa vaqt beriladi, o'zini belgilangan normalari bor. Endi nomzodlar o'sha belgilangan vaqtlarni qayerdan olishimiz mumkin degan savol berishsa, bu bizda rasmiy veb-saytimizda interaktiv xizmatlar degan bandimiz bor. O'shanga kirishsa, savol-javoblar ruknida barcha normativlar vaqti bilan berilgan. Endi mana shu 3 ta bosqichdan o'tgan nomzod bizda hududiy boshqarmalarning kadrlar xizmatlari chaqiradi. Shundan keyin chaqirishadi nomzodlarni hujjat qilish uchun endi. Shaxsiy jild yig'ish uchun. Shaxsiy yig'ma jild yig'ish uchun. Avval masalan nomzod avval shaxsiy yig'ma jild yig'gan, hamma yoq bo'lgandan keyin o'sha maxsus tekshiruvlar, tibbiy ko'rikdan o'tkazilgandan keyingina bu sinovlarga qo'yilgan. Unda kimdir o'tgan, kimdir o'tmagan, nomzod ovoragarchiligiga. Hozir unaqa emas. Hozir birinchi sinovlardan o'tib oladi. Sinovlardan o'tib olgandan keyin nomzodlarni hujjat yig'ishga chaqiramiz. Nomzodlar shu dastlabki anketa ma'lumotlarini taqdim qiladi, tarjimai hol anketa ma'lumotlarini taqdim qiladi. Keyin nomzodlarga tibbiy ko'rikdan o'tishga yo'llanma beramiz. Nomzodlar o'sha Ichki ishlar vazirligi tomonidan belgilangan normalar asosida Ichki ishlar vazirligining sohaviy tibbiyot boshqarmalarida yoki bo'limlarida tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Tibbiy ko'rik natijasiga ko'ra xizmatga qabul qilishga yaroqli hamda o'tkazilgan shu maxsus tekshiruvlar asosida xizmatga qabul qilishga yaroqli topilgan nomzodlar sinovimizning eng yakuniy bosqichiga ruxsat beriladi. Yakuniy bosqichi bu qo'mita markaziy apparatida o'tkaziladi. Yakuniy qabul komissiyasimiz bor. Masalan biz 10 ta lavozimga tanlov e'lon qilgan bo'lsak, oxirgi bosqichga 20 kishi yetib keldi deylik. Masalan, 20 kishi yetib keldi. 20 kishini birinchi topshirgan dastlabki test sinovi, jismoniy tayyorgarlik bahosi, ikkalasi ham saralab olasiz. U ketma-ketlikda keladi. U ketma-ketlikda reyting asosida baholanadi. Hamda yakuniy suhbatda eng yuqori ball olib 3 ta bahoni qo'shgan holda eng yuqori ballni to'plagan o'sha 10 ta nomzod xizmatga qabul qilinadi. Shu bilan o'zini faoliyatini boshlaydi. Shu bilan o'zini faoliyatini boshlaydi. Rahmat. Abbos aka, menda bir savol bor. Ko'pchilik bojxona deganda aynan bojxona akademiyasini, ya'ni institutni bitirishni tushunishadi-da. Boshqa sohani bitirib ham ishlash mumkinmi? Chunki ko'pchilik yoshlarimiz yozyapti. Men irrigatsiyani bitirganman, selxozda o'qiganman yoki bo'lmasam jahon tillarini bitirganman, Milliy universitetni o'qiganman degan savollar ham bor. Shuning uchun beryapman. Haqiqatan ham to'g'ri savol berdingiz. Bizda asosiy bu bazaviy oliy o'quv yurtimiz bu bojxona instituti hisoblanadi. Bojxona instituti bu Markaziy Osiyoda yagona institut, muhtaram yurtboshimiz tomonidan 2003-yilda tashkil qilingan. Bugungi kunda qadar shu bojxona organi asosiy bitiruv xizmat qilayotganlar bojxona inspektorlaridan iborat.
Bundan tashqari haqiqatdan ham biz bo'sh lavozimlarimizdan kelib chiqib, doimiy ravishda olov yurtlarini tugatgan nomzodlarni xizmatga qabul qilamiz. Bundan tashqari kichik inspektor kinolog lavozimlarimiz bor. Bu lavozimlarga o'rta maxsus ma'lumotli, o'sha kinologiya sohasida maxsus bilimga ega bo'lgan nomzodlar ham qabul qilinadi. Hozir bemalol masalan biz tanlov bo'sh lavozimdan kelib chiqib tanlov e'lon qilamizda. Masalan, bo'sh har bir lavozimni o'ziga yarasha talab va me'yorlar belgilangan. Kimlar xizmat qilishi mumkin, qaysi toifadagi mutaxassislikka ega bo'lgan nomzodlar xizmat qilishi mumkin. Bu borada o'sha belgilangan e'londa to'g'ri kelgan istalgan nomzod xizmatga qabul qilish uchun murojaat qilishi mumkin. Endi asosiy haqiqatdan ham aytib o'tdingiz, asosiy parametr bizda, chunki biz asosan chegara bojxona postlarida yoki tadbirkorlar bilan faoliyat olib borganimiz sababli nomzodlarimizga qo'yayotgan eng asosiy talabimiz bu til bilish talabi hozirgacha kunduzda. Xorijiy tillarda rus tili yoki biron bir xorijiy til ingliz tilini bilish talabini qo'yamiz. Shu test savollarimizda ham 20% shu til bilish darajasini aniqlashdan iborat. Hurmatli yoshlar, eslatib o'tamiz sizlar bilan bojxona tizimidagi yangiliklar, ishga kirish va umuman shunga doir suhbatlarni olib borish uchun Abbos aka bilan birgalikda suhbatni olib boryapmiz. O'zingizning savollaringizni quyidagi linklar orqali, ya'ni chatlar orqali yo'llashingiz va o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Abbos aka, to'g'risini aytaman, juda ham savollar ko'p. Yoshlarimizdan keling, suhbatimizni savol-javob shakliga o'ta qolamiz. Nega desangiz, yoshlarimizga mana shunda ancha manfaatliroq bo'ladi ularning savoliga qanchalik ko'proq javob bersak, chunki vaqtimiz chegaralangan. Savollarga o'taman. Men istiqomat qilayotgan hududdagi bojxona organlari manzilini qayerdan bilishim mumkin? Ko'pincha mana shu joyda qiynalaman deb savol beryaptilar. Bu to'g'risidagi ma'lumotlarni bojxona organlarining rasmiy veb-saytlari orqali bilish mumkin. Rasmiy veb-saytlarning o'sha interaktiv xizmatlar bo'limida bojxona organlariga ishga qabul qilinish rukni bor. Mazkur rukunda hududiy boshqarmani tanlaganda o'sha kartalar orqali kontakt raqamlari hammasi kelib chiqadi. Telefon raqamlari, manzillari hammasi ko'rsatilgan. Rahmat. Ikkinchi savolni o'qib eshitiraman. Kadrlar xizmatlarining ish vaqti haqida ma'lumotni qayerdan olishim mumkin? Ko'pincha boshqa topshiriqlar ham berib qolishi mumkin ularga degan savolni beryaptilar. Ish vaqti to'g'risidagi ma'lumotlar bu ham rasmiy saytimizda e'lon qilingan. Haftaning ish kunlari soat 9 dan kechki payt soat 18:00 gacha murojaat qilishlari mumkin. Rahmat. Abbos aka, bugungi kunda qaysi ish o'rinlariga asosan ishga olinyapti? Shunaqa savol berishyapti. Qaysi vakantlar bo'sh degan savolni berishyapti. Asosan bugungi kunda biz bojxona postlari inspektori lavozimiga yoki kichik inspektor lavozimlariga xizmatga qabul qilyapmiz. Ana kuni kecha 2-dekabr kuni bojxona postlarini inspektor hamda kichik inspektor lavozim 10 ta lavozimga tanlov e'lon qilib, arizalarni qabul qilish bosqichi yakunlandi. Mana 10 ta lavozimga shu kunda 2-dekabr holatiga 4700 nafar nomzod murojaat qildi masalan. Bugungi kunda shu nomzodlarni saralash ishlari amalga oshiriladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat mana shu ko'rsatuvni jonli vebinarni tashkil qilganingiz uchun. Sohada qizlar uchun qanday lavozimlar mavjud? Javob uchun oldindan rahmat. Almardon Nishonov savol beryaptilar. Savol uchun rahmat. Sohada qizlar uchun ham, o'g'il bolalar uchun ham bir xil sharoit yaratilgan. Gender tengligi, albatta gender tengligiga rioya qilingan holda. Asosan bojxona postlariga inspektor lavozimiga qabul qilinishadi. O'g'il bolalarimiz ham, qizlarimiz ham. Undan tashqari tor doiradagi mutaxassislar bo'lishi mumkin. Bular masalan axborot texnologiyalari bo'yicha dasturchilar, masalan dasturiy ta'minot ishlab chiqarish layoqatiga ega bo'lgan nomzodlar yoki qurilish yo'nalishi yoki bizning laboratoriyamiz bor. Laboratoriyamizda laborant lavozimlarda ishlash layoqatiga ega bo'lganlar, ular tor doiradagi mutaxassis sifatida xizmatga qabul qilinishi mumkin. Bu shu kunlarda asosan bojxona postlari inspektori lavozimiga xizmatga qabul qilyapmiz. Rahmat. Sulaymon Rustamov nomli foydalanuvchi yozyaptilar. Assalomu alaykum. Ismim Sulaymon. Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti bank ishi va audit yo'nalishi 4-kurs talabasiman. Ishga hujjat topshirsam bo'ladimi va qay tartibda topshiraman deya savol yo'llayaptilar. Ishga hujjat topshirsalar bo'ladi. Faqatgina o'sha olov kursini tugatgandan so'ng harbiy xizmatda o'tagan bo'lsalar, biz tanlov e'lon qilganimizdan keyin shu belgilangan tartibda saytimizdan, rasmiy saytimizdan onlayn tarzda ariza qoldiriladi. Shu arizalarga asosan tanlovlarda ishtirok etishlari mumkin. Abbos aka, shu yerda menda bir savol bor, o'zimni qiziqtirgan savol. Ya'ni deylik, masalan, oliy o'quv yurtini tugatgan mutaxassis, magistraturani ham tugatgan deylik, harbiy xizmatga borib kelgan. Unga harbiy unvon qay tartibda beriladi? Qaysi harbiy unvondan boshlaydi? Bakalavr va magistratura. Chunki shunaqa savol ham bor ekan, hozir o'sha savollarni berib yuboryapman. Tushunarli. Endi nomzodlarimiz agar harbiy xizmatda muddatli yoki safarbarlik chaqiruv rezervida harbiy xizmatda o'tagan bo'lsa, xizmatga qabul qilinayotganda ularga bojxona xizmati katta serjant maxsus unvoni beriladi.
xizmatga qabul qilingandan keyin nomzodlarimiz boshlang'ich tayyorgarlik sinovlaridan o'tib, belgilangan sinov muddatini o'tab bo'lgandan keyin ularga bojxona xizmati leytenant maxsus unvoni beriladi. Inspektorlik lavozimiga qabul qilinsa. Agar kichik inspektorlik lavozimlariga qabul qilinsa, ularga kichik serjant unvoni berilib, ular ham xuddi shunday boshlang'ich tayyorgarlikdan o'tib, sinov muddatini yakunlaganlaridan so'ng ularga shu belgilangan tartibda, belgilangan muddatlarda serjant va katta serjant unvonlari beriladi. Rahmat. Demak, magistratura, bakalavriat rol o'ynamaydi. Yo'q, farqi yo'q. Katta serjantdan boshlaydi. Katta serjantdan boshlashadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Jurnalistika universiteti talabasi, bojxonani axborot xizmatiga 3-kurs talabasi ham topshirsa bo'lmaydi, bitirgandan keyin topshirsa. Albatta, bitirgandan keyin, qo'llariga diplom olgandan keyin topshirsalar bo'ladi. Rahmat. Ozodbek Eson Turdiyev nomli akkaunt egasi yozyaptilar. Assalomu alaykum. Men tarix yo'nalishi 4-kurs talabasiman. Ingliz tilini bilaman. Qachondan boshlab qabul ochiladi deya savol berdi. Qachondan qabulni ochasizlar? Qabul endi bo'sh va vakant lavozimlardan kelib chiqqan holda e'lon qilinadi. Maslahatim, bizda qo'mitamizda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga a'zo bo'lsalar, shu sahifalarda qachon e'lon bersak, shu e'lon bo'yicha bemalol topshirsalar bo'ladi. Mana bu yerda bitta savol kelyaptilar. Qiz bola qizlar uchun savol yozibdilar. Men mutaxassisligim kinolog, Shahnoza Bonu Namozova yozibdilar. Hurmatli yoshlar, iltimos savol yo'llayotganingizda biroz imlo qoidasiga amal qilib yozsangiz, men savolni o'qib eshittirishim biroz osonroq bo'ladi, chunki sal tushunarsizroq savol beryapsizlar. Shuning uchun iltimos imlo qoidalariga rioya qilgan holatda savolingizni yo'llashingizni iltimos qilaman. Shahnoza Bonu Namozova, men mutaxassisligim kinolog, oldindan hujjat topshirgandim, hamma test sinovlaridan o'tdim. Toshkentda qo'mitan suhbatdan ham o'tdim. Lekin buyrug'im chiqmayapti, negadir deb yozibdilar. Buni nima qilsalar bo'ladi? Mayli, buni bizga murojaat qilsalar, biz ko'rib chiqib, belgilangan tartibda javob beramiz o'zlariga. Ariza bilan murojaat qilsalar yoki telefon orqali murojaat qilsalar ham bo'laveradi. Demak, Shahnoza Bonu murojaat qilsangiz, sizga bafurcha javob beradi. Nima bo'lib turib ishingiz tugatib qolganligini. Demak, assalomu alaykum. 3-kurs axborot xizmatiga ishga topshirsa bo'ladimi? 0.25 yoki 0.5 stavkaga deyapti. 3-kurs talabasi. Bizda yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bojxona organlarida xizmat o'tash bu alohida nizomlar bilan tartibga solinganda, mehnat kodeksi bilan tartibga solinmagan. Ko'pchilik shuni aniq qiladi. Bizda 0.25 yoki 0.50 degan stavkalar yo'q. Shuning uchun shuni bitta shtat bor. Shu shtatga o'sha maxsus nizom talablari bo'yicha xizmat o'tashadi. Albatta, boya aytib o'tgandek, bitirganlaridan so'ng bemalol murojaat qilib topshirishlari mumkin. O'sha lavozimdan kelib chiqib. Rahmat. Demak, assalomu alaykum. Men irrigatsiya instituti kurs talabasi bilan Vayni kafedrani o'qiganman. Hozir javobingizdan kelib chiqib savol bermoqchiman. Vayni kafedra o'zi avtomatik tarzda zaxiradagi leytenant unvonini beradi-ku. Unda qanaqa? To'g'ri, mana shu savol ochiq qolyapti. Boya mana shuncha alohida ta'kidlab o'tdim. Muddatli harbiy xizmatda o'tagan hamda safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat o'taganlardan muddatli Vayni kafedrada deymiz, endi o'sha zaxiradagi ofitserlar o'zlarining unvoni bo'yicha xizmatga qabul. Demak, leytenant unvoni bilan boshlashadi. Rahmat. Asadbek Qurbonov, assalomu alaykum. Iqtisodiyot yo'nalishida o'qiyman. Diplom olgandan keyin bojxonani qaysi yo'nalishga ishga kirishim mumkin? O'zi mana shu diplomiga qarab turib bo'lsa-ki, yo'nalishlarga tanlab olinadimi suhbat asosida? Odatda masalan, kimdir deylik diplomatiyani bitirishadi, kimdir iqtisodni, kimdir moliyani. Shu kelib chiqadi. Odatda bojxona postlariga xizmatga qabul qilamiz. Endi hozir kuzatuvchilar uchun aytib o'tishim mumkin. Bojxona postlarimiz 3 xil toifali bojxona postlarimiz bor bizda. Birinchisi bu chegara bojxona postlarimiz. Chegara bojxona postlarimiz bu aeroportlarda, temir yo'llarda yoki avtotransport chegaralarida joylashgan. Keyingi bojxona postlarimiz bu tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarimiz. Bularda asosan yuk operatsiyalari amalga oshiriladi. Ya'ni shu chegara posti orqali harakatlangan yuklar yoki eksportga yoki importga ko'riklardan o'tkazishadi. Keyin masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlarimiz bor. Bunda o'sha yuklarni deklaratsiyalash amalga oshiriladi. Hozir kecha kunduzda biz asosan nomzodlarimizni shu chegara hamda tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlariga qabul qilamiz. Bemalol unda mutaxassis cheklovlarni hozir o'rnatmaganmiz. Agar lavozimga belgilangan bo'lsa o'rnatishimiz mumkin. Chegara bojxona postlariga o'rnatmaganmiz. Istalgan mutaxassis hozir shu kecha kunduzda topshirishi mumkin. Tanlovlardan kelib chiqadi. Abbos aka, savollar bo'yicha, umuman murojaatlar bo'yicha qayerga murojaat qilishimiz mumkin? Telefon raqamini aytib yubora olasizlarmi deya savol yo'llayaptilar yurtdoshlarimiz. Bemalol 55lik 120 7600. Bu bizning qo'mitan operatorlari. Qo'mitan operatorlariga murojaat qilishsa, ular bemalol istalgan kadrlar xizmati xodimlarini ulab berishlari mumkin. Bemalol murojaat qilaverishadi. Yoki bizda saytimizda maxsus bot bor. Telegram bot yaratilgan. Shu bot orqali bemalol murojaat qilishlari mumkin. Keyingi
murojaatlari ishonch telefonlari orqali murojaat qilishlari mumkin yoki saytimiz orqali onlayn murojaat qoldirish ham imkoniyati yaratilgan hamma nomzodlarga ham, umuman kimga bo'lsa ham fuqarolarga shunaqa imkoniyatlar yaratilgan. Rahmat. Savollar yomg'iriga qoldirmanglar, biz o'qishga ulgura olmayapmiz. Mayli, hamma savollarni beringlar. Bugun bafurcha savollarni o'qib eshittirishga harakat qilaman. Demak, Nodira Sobirjonovna nomli akkaunt egasi yozibdilar. Assalomu alaykum. Mening mutaxassisligim biotexnolog. Men ham bojxona ishida ishlay olamanmi? Biotexnologlarga ham shtatimiz bormi? Yuqorida aytib o'tdim. Agar biz o'sha e'londa, tanlovda nomzodlarga mutaxassislik bo'yicha talab qo'ymagan bo'lsak, bemalol ishtirok etishlari mumkin. Agar o'zlarining mutaxassisliklariga oid biron bir tanlov e'lon qilganda, unda ham qatnashishlari mumkin. Savollarga o'tamiz. O'zimizda ekan muammo. Asosan umumiy javoblar 15 kun ichida chiqishi kerak. Agar 15 kun ichida chiqmasa nima bo'ladi deya so'rashyapti. Yo'q, umumiy javoblar 15 kun ichida emas. Barcha sinovlar, masalan, aytib o'tganimdek, onlayn tarzda nomzodga birdaniga ma'lum qilinadi. Birinchi dastlabki test sinovimiz ham, psixologik test sinovimiz ham, undan tashqari jismoniy tayyorgarlik sinovimiz ham sinov yakunlangandan nomzodlarga onlayn tarzda ma'lum qilinib, har birini o'sha bizni ijtimoiy veb saytimizdagi shaxsiy kabinetlari bor nomzodlarimiz, o'sha ro'yxatdan o'tishda akkauntlar ochiladi ularga. Shaxsiy kabinetlariga ham javoblar ketadi onlayn tarzda birdaniga yuboriladi. Rahmat. Demak, avtomatik ravishda o'sha imtihon jarayonlarini ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Qodirov nomli akkaunt egasi yozibdilar. Assalomu alaykum. Men 4-kurs o'simliklarni himoya qilish yo'nalishiga o'qiyman. Bojxonaga qaysi yo'nalishda ishlasam bo'ladi? Menimcha berildi. Mutaxassislik bo'yicha hammasiga ma'lumcha javob berildi. Navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Ota-onasi sudlangan bo'lsa, buni ishga kirishiga daxli bo'ladimi? Mana shu bo'yicha yetarlicha ma'lumot berishingizni iltimos qilaman deya. Endi men hozir agar ruxsat bersangiz, kimlar xizmatga qabul qilinmasligini ma'lum qilib ketsam maylimi? Marhamat, bering. Bu demak bojxona organlari xizmatiga qabul qilish va xizmat o'tash bilan bog'liq bo'lgan normativ hujjatlarga ko'ra kimlar xizmatga qabul qilinmasligi belgilangan. Ular demak muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar, fuqarolar, ya'ni xizmatga o'tashga monelik qiladigan kasallik yoki jismoniy nuqsonlar bo'lgan fuqarolar, boshqa davlat organlaridan salbiy sabablarga ko'ra bo'shatilgan fuqarolar xizmatga qabul qilinmaydi. Bundan tashqari sodir etgan jinoyat uchun ilgari hukm qilinganlar, qo'llanilgan shu jazo chorasidan yoki sudlanganlik holati tugatilganligidan yoki olib tashlanganligi va o'ziga nisbatan o'sha amnistiya akti yoki afv qo'llanilganligidan qat'iy nazar o'sha jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan fuqarolar ham xizmatga qabul qilinishi qat'iyan taqiqlangan bizda. Ota-onasi sudlangan bo'lsa ham bu ko'rib chiqiladi. Bu norma belgilanmagan. Olinmaydi degan norma belgilanmagan. Demak, ota-onasida sudlangan bo'lsa, agar o'zida muammo bo'lmasa, bemalol topshirsa bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum. Qachon boshlandi? 2-dekabr qabul saralashlari deyaptik. Ha, mana bu yuqorida ham aytib o'tdim. 2-dekabr kuni biz shu 10 ta lavozimga e'lonlarimizni tugatdik. Shu bugungi kunda boya aytib o'tganimdek 4700 nafardan ziyod nomzodlar topshirgan. Biz endi shu nomzodlarni shu dastlabki saralashlarni amalga oshiryapmiz. Zeta 10 kun ichida o'sha test sinovlari, dastlabki test sinoviga nomzodlarni chaqirishni boshlaymiz. Rahmat. Savollarni qarang. Iroda Ibragimova nomli akkaunt egasi savol beryaptilar. Mening o'g'lim ham inspektor va kichik inspektorlikka hujjat topshirdi. Ikkalasidan bittasini tanlaydimi yoki qabul komissiyasini o'zi hal qiladimi? Bittasini tanlaydi. Bittasini tanlaydi. Bittasida ishtirok etadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Asadbek. Tarix yo'nalishini bitirdim. Men o'qigan yo'nalish hozirgi ochilgan vakant lavozimlarga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Chunki mutaxassislik bo'yicha tanlovga shart e'lon qilmaganmiz, bemalol topshirishlari mumkin. Telegram kanaldan so'rashyapti. Telegram kanal yoki saytlaringizni aytib o'tsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Ozodbek Esonturdiyev. Bojxona.uz saytimiz bor. Bojxona.uz saytimizga kirib, ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalarga o'sha ssilkalar belgilangan shu yerda bemalol tanishib, aniq qilishlari mumkin. Rahmat. Demak, navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Bo'yi va vesi belgilanganmi qizlar uchun? Menimcha yuqorida aytib o'tdik. 165 yigitlar uchun, 160 qizlar uchun deb ketdilar. Yana shu bo'yicha ma'lumotlarni menimcha saytingizda saytda bemalol olishsa bo'ladi. Customs.uz yoki bojxona.uz ikkalasi ham bitta ssilka bilan kirib ketaveradi.
Ibrohim Bo'lishev, assalomu alaykum. Ma'lumki, Senat tomonidan 30 yoshdan oshganlar ham bojxona tizimida ishga kirish tasdiqlangan. Qay tartibda bo'ladi bu? Demak, 30 yoshdan oshgan 30 yoshdan kategoriyasi qanaqa? oshganlarni bojxona qo'mitasi raisi belgilab bergan lavozimlar bor. Bojxona qo'mitasi raisi tomonidan belgilangan lavozimlar bor. Bu hamma lavozimlar emas. Bu yerda faqat yuqori malakali mutaxassislar qabul qilinadigan lavozimlar belgilangan. Tor doiradagi yoki yuqori malakali. Bular yuqorida aytib o'tganimdek axborot texnologiyalari yo'nalishida dasturiy ta'minot ishlab chiqishga ko'nikmasi bor fuqarolar yoki bizda qurilish yo'nalishi bor. Endi bojxona postlari quriladi, boshqa narsalar qilinadi. Shu qurilish mutaxassisligiga ega bo'lgan nomzodlar, keyin tibbiy xizmat xodimlarimiz bor, tibbiy xizmat xodimlari yoki markaziy bojxona laboratoriyasiga xizmatga qabul qilinayotganlar hamda bojxona institutining professor o'qituvchilar tarkibi lavozimiga xizmatga qabul qilinayotganlar 30 yoshdan oshgan taqdirda ham ularni nomzod sifatida o'rganib chiqishimiz mumkin. Rahmat. Asadbek Qodiraliyev nomli akkaunt egasi savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Chet elga ma'lum bir ish bilan chiqqanlar uchun ishga kirishda cheklov mavjud bo'ladimi yoki yo'qmi? Chunki ko'pchilik organga topshirayotganda siz xorijda bo'lgan ekansiz degan shablon gaplarni eshitishimiz mumkin bo'ladi, deyapti. Yo'q, unaqa yuqorida ham aytib o'tdim, cheklovlarning ichida bunaqa cheklov belgilanmagan. Demak, bemalol topshirib, o'sha belgilangan birinchi shart, ikkinchi, uchinchi bosqichlarni o'tsangiz, qabul qilishingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, yoshim 30 da, ishga kirish uchun ariza topshirdim. 2024-yilda 31 ga o'taman. Men ishga kirish uchun testlarda ishtirok etsam bo'ladimi? Demak, 31 yoshga to'lsa kira olmaydilar. Yo'q, ariza topshirganlar bo'lsa, ariza topshirgan bo'lsalar, bemalol ishtirok etishlari mumkin. Demak, mana shuni aniqlik kiritib ketadigan bo'lsa-ki, chunki o'zim ham mana shu kelishdan oldin o'rgandim. Topshirayotganda 30 yosh bo'lish kerak, to'g'rimi? Ariza topshirganda 31 ga kirmagan bo'lsa bo'ldi. 31 ga kirmagan, 31 da to'ldirmagan bo'lsa bo'ldi. Mana hozir 2023-yil bo'lsa, 7-dekabr sanasi bo'lsa, 92-yil 8-dekabrda tug'ilgan nomzod ham masalan ariza topshirishi mumkin agar tanlovimiz ochiq bo'lganda. Demak, bemalol topshirishingiz mumkin bo'lar ekan, faqat 31 yoshga to'lmagan bo'lishingiz kerak. Rahmat. Bojxona axborot xizmatiga talabalar uchun amaliyot bormi? Amaliyotda o'tasak bo'ladimi? Amaliyot o'tashsa bo'ladi. Bizda ko'pgina oliy o'quv yurtlari bilan hamkorligimiz bor. Buning uchun amaliyot o'tashlari uchun talabalarimiz o'zlari tahsil olayotgan oliy o'quv yurtlarini amaliyot bo'yicha mas'ul mutaxassislarga murojaat qilsalar, ular biz birga xat bilan chiqishadi. Shu xatga asosan biz ularni shu yo'nalishlar bo'yicha amaliyot o'tashga rozilik berishimiz mumkin. Hurmatli bizni kuzatayotgan yoshlar, agar efir sifatimiz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, quyidagi like ni bosib qo'yishingizni iltimos qilaman, chunki men kommentariyalarda ko'rishim uchun yaxshi bo'lardi, chunki biz biroz texnik muammoda o'zimizni ko'rmayapmiz va sizlarga ovozimiz, ovoz sifati bo'yicha yaxshi yetib borayotgan bo'lsa, sifat bo'yicha muammomiz bo'lmasa, biz davom etaveramiz. Shuning uchun like yoki klass bilan efir sifati haqida ma'lumotni yozib qoldirishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Demak, biz davom etamiz. Savollarni. Assalomu alaykum. Ingliz tili filologiyasi talabasiman. Magistraturaga sinxron tarjima yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchiman. Bu yo'nalish bo'yicha ham ishlar bormi? Bo'lsa ko'pchilik maosh haqida so'rashyapti. Ochiqmi agar mana shu jarayonimiz? Yopiq endi. Maoshimiz davlat siri to'g'risida harbiy sir bo'yicha yopiq ma'lumot. Shuning uchun ishga kirganingizdan so'ng bemalol bilib olasiz, ishga kirish nasib qilgan bo'lsa, albatta. Chunki e'tibor bering, ko'pchilik maosh haqida so'rashyapti. Maosh yopiq tarzda ekan. Shuning uchun bu bo'yicha efirimizda ma'lumot bera olmaymiz. Assalomu alaykum. Nukusda o'qish joyi bormi bojxonalikka o'qimoqchi bo'lganlar uchun? Shinargul Kuanisheva nomli akkauntga yozyaptilar. Nukusda filialimiz bormi? Yo'q, Nukusda filialimiz yo'q. Bojxona instituti bu Toshkent shahrida joylashgan. Boya aytib o'tgandek, Markaziy Osiyoda yagona oliy o'quv yurti hisoblanadi. Kim bojxonachi bo'lishni xohlasa, bemalol o'sha bitiruvchi sinf 11-sinfda yoki kollej yoki akademik litseylarni bitiruvchi kursda o'qiyotgan bo'lsa, 1-yanvardan 1-aprelga qadar hududiy boshqarmalarda bemalol ariza qoldirib, tanlovlarda ishtirok etishlari mumkin o'qishga kirish uchun. Rahmat. Navbatdagi savolni o'qib eshittiraman. O'zi ko'pchiligimiz savol-javobni o'qiymiz shekilli. Bojxonadagi xalqaro munosabatlar yo'nalishi bo'yicha ham ma'lumot berib o'tsangiz, deyapti. Xalqaro munosabatlar bormi? Bizda xalqaro hamkorlik boshqarmamiz bor. Chunki hozirgi kunda bu davr talabi, har qanday rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganish bu sohani rivojlantirishda asosiy bitta kriteriyalardan biri hisoblanadi deb o'ylayman. Bizda ham bojxona organlarida xalqaro hamkorlik boshqarmasi mavjud. Mazkur boshqarma ham bojxona organlarida shu hamkorlik masalalarini tartibga soluvchi tarkibiy tuzilma hisoblanadi. Yana bir ajoyib savollar kelyapti Abbos aka. Mirzohid Boymatovdan chet el davlat universitetini tamomlagan bo'lsa ham ishlay olishi mumkinmi bojxonada?
o'zimizni emas, xorijni tugatib kelgan bo'lsa. diplomlari o'sha O'zbekiston Respublikasida tan olingan taqdirda, ya'ni nostrifikatsiya qilingan bo'lsa, bemalol topshirishlari mumkin. Demak, hurmatli yoshlar, agar siz xorijda, O'zbekistonda emas, xorijda o'qishni tamomlagan bo'lsangiz, diplomingizni O'zbekistonda nostrifikatsiya qildirgan bo'lsangiz, ya'ni tasdiqlatilgan bo'lsa, bemalol hujjatlaringizni topshirib, bojxona tizimiga ishga kirishingiz mumkin bo'lar ekan, hech qanday cheklovlari yo'q. Yoki tan olingan shu 500 talik Tan olingan. tan olingan bo'lsa ham bemalol topshirsa bo'ladi. Rahmat. Demak, yana savollarga o'tamiz. Bojxonada ishlasa necha yilda pensiyaga chiqadi degan savolni berdi. Oldin ishga kiring, keyin pensiyani olaysiz. Mayli, aytib o'taman. 20 yil kalendarni ishlagandan keyin pensiya olish huquqi paydo bo'ladi xodimlarimizda. Keyin mana shu 20 yil deyapsiz-ku, bo'lsa ekan, misol uchun bizning respublikamizda turli xil rayonlar, viloyatlar bor. Men o'zimni dadam harbiylik uchun bilaman yaqindan, ya'ni agar 1 yil ishlasa 1,5 yil yoki godza 2 deydi, paltara deyishadi, ya'ni 1 yil 2 yilga shunaqa joylar ham bormi bojxona tizimida? Bor, belgilangan joylar ham. Bu o'sha qonunimizda ham o'tgan. Xodim o'sha 20 yil xizmat qilgandan so'ng pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, xizmat yillari shu 1 ga 1,5 hisoblanadi agar shunaqa joylarda xizmat qilgan bo'lsa. Rahmat, ajoyib ma'lumotlar uchun. Demak, transport universitetida o'qiyman hozir. Logistika yo'nalishida hozir 3-kursman. Praktika olsam bo'ladimi? Terminalda shartnoma yo'q, lekin universitet bilan yo'nalishimiz to'g'ri keladi, deyaptilar. Bemalol boya aytib o'tganimdek, shu oliy o'quv yurti orqali bizga chiqishsa, xat bilan o'sha bilaman, odatda oliy o'quv yurtlarida fevral oyidan boshlab amaliyot davri boshlanadi. O'sha belgilangan muddatlarda 1 oy yoki 2 oy amaliyot o'tashga ruxsat berishimiz mumkin. Yo'nalishlardan kelib chiqib. Ajoyib, rahmat. Bojxonada ishlaydigan qizlar uchun qanaqa plyus va minus tomonlar bor debdi. Xo'p, endi agar ruxsat bersangiz, ozgina yaratilgan sharoitlar haqida marhamat, zo'r bo'lardi. Chunki so'nggi 2 yil davomida umuman bojxona organlarida muhtaram yurtboshimiz tomonidan, muhtaram yurtboshimizning g'amxo'rliklari sababli xodimlarimizning ijtimoiy himoyasi ancha-muncha ta'minlandi. Birgina mana xotin-qizlar yo'nalishi bo'yicha aytadigan bo'lsam, 2022-yil 17 fevral kuni tarixiy yig'ilish jarayonida bo'lgan davrda bojxonada ayollar ulushi atigi 8% tashkil qilganda, bugungi kunda 400 nafarga yaqin xotin-qizlar biz o'sha yigit erkaklar bilan bemalol yelkama-yelka xizmat qilib kelmoqdalar. O'sha xodimlarimizni 23 nafari rahbarlik lavozimlarida xizmat qiladi, ayol xodimlarimizda. 23 nafari rahbarlik lavozimlarida, 86 nafari boshqarma apparatlarida, bundan tashqari 300 nafarga yaqin xotin-qizlar bevosita bojxona postlarida xizmat qilishadi. Endi 22 va 23-yillar davomida bojxona organlarida xizmat qilayotgan 3 nafar ayol xodimlar davlatimizning yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlanishdi. 2 nafar esa mutabbar ayol ko'krak nishonlari bilan taqdirlandi. Ajoyib. Xotin-qizlarimizdan. Bundan tashqari so'nggi 2 yil davomida ko'pgina xodimlarimizga muddatidan oldin yoki bir pog'ona yuqori maxsus unvonlar berildi. Ularning xizmatidan kelib chiqib, dasturchi deyiladi. Ularning xizmatidan kelib chiqib, yuqori unvonlar yoki belgilangan unvonlardan bir pog'ona yuqori unvonlar bilan taqdirlanishdi. Bundan tashqari birgina aytib o'tmoqchiman, bizda o'sha gender tengligini ta'minlash masalasida xotin-qizlarimizdan bugungi kunda chet elda magistraturada o'qiyotgan xotin-qizlarimiz ham bor. Masalan, ularning 2 nafari bugun chet elda El-yurt umidi jamg'armasi orqali demak, ish joyi saqlangan holda ketgansiz. Ajoyib. Ish joyi saqlangan holda o'qishga yuborilgan, kelgandan keyin yana ishda bojxonada davom ettirishadi. Bundan tashqari bir qancha ayollarimizga shu yuqori aytib o'tganimdek unvonlar berildi. Undan tashqari ko'pgina xotin-qizlarimiz yil ayoli singari ko'rik tanlovlarda ishtirok etib, g'oliblik martabasiga erishyapti. Asosan shu belgilangan. Umuman olganda tizimda ayollar ham, erkaklar ham teng huquqli xizmat qilishadi. Hozir ayollar haqida yaratilgan sharoitlarni gapirib o'tsak bo'lsa, demak, ish haqqi saqlangan holda deyotgan, u borib ham o'qib, ham oylik maoshi ham ketaveradi, to'g'rimi? Lavozim saqlangan holda ketadi. Ajoyib. Va menda bir savol bor. Mana ayol qizlarimiz haqida juda ham ko'p gapirib o'tyapsiz. Agar sir bo'lmasa, agar bugungi kunda mana shu ayollarimizdan bojxona tizimida eng yuqori lavozimda ishlayotgan xodim sifatida ma'lumot bera olasizmi? Harbiy unvon jihatidan yoki egallab turgan lavozim jihatidan bir qizlarimizga bir motivatsiya bo'lishi uchun. Podpolkovnik. Endi hozirgi kunda eng yuqorisi ma'lum polkovnik unvonlilari ham bor. Albatta ayollar bor. Polkovnik unvonlilari ham bor.
ayollarimiz boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimida xizmat qilayotgan ayollarimiz ham bor. Bo'lim boshlig'i lavozimida, kafedra boshlig'i lavozimlarida xizmat qilayotgan ayollarimiz bor. Polkovnik unvonidagi ayollarimiz ham bor. Sizni ham muxlislaringiz kiribdi. Saidov Abbos To'lqinovich, ishlaringizga omad, savol javoblarga to'liq va aniq chiroyli javoblar bo'lyapti. Rahmat. Demak, savollarga qaytamiz. Aslbek Jabborovga kelgandik. Shartnoma bo'lmasa praktikaga qabul qilinmaydimi dedilar advokatorlar. Logistika to'g'ri kelmaydi, tamojniga praktikaga olib bo'lmaydi deyishmayapti. Qanday yo'l tutsak bo'ladi degan savolni beryaptilar Abbos aka. Ko'pgina talabalarimiz o'zlari to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishadi. Amaliyot o'tash bilan bog'liq bo'lmagan holatlarda murojaat qilishadi. Qachonki shu talabani amaliyot davridagina biz faqat unga amaliyot o'tashga ruxsat berishimiz mumkin. Shuning uchun aytib o'tganimdek, shu olov hududlar orqali xat bilan kelishsa, amaliyotni mana shu vaqtgacha belgilangan deb berilsa, biz ularni amaliyot o'tishga sharoit yaratib beramiz hammalariga. Zoir aka, efir sifatimiz yaxshi. Ma'lumot bersangiz, Zo'ra. Qizlar uchun Nodira Sobirjonova nomli akkaunt egasi yozibdilar. Qizlar uchun bojxona qo'mitasiga qabul qachondan boshlanishi rejalashtirilgan? Endi bu hozir bo'sh lavozimlardan kelib chiqib bo'ladi. Hozir aniq bir sana ayta olmasligim mumkin. Yoki o'sha sanada bo'la olmasligi mumkin. Bitta maslahatim yoki tavsiyam, bizda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib borishsa, e'lon beramiz. Shu e'lon bo'yicha bemalol murojaat qilishlari mumkin. Rahmat. Hozir e'lon qilinayotgan vakantlar ichida qo'mita boshqarmalariga ham tanlov bormi? Hozir faqat postlarga e'lon qilyapmiz. Asosan. Demak, hurmatli yoshlar, hozir asosan postlarga vakant lavozimlar e'lon qilinayotgan ekan. Shinargul Quvoncheva, amaliyotga qaysi yo'nalish to'g'ri keladi bilmas ekanman. Yosh chegarasi, buni ham aytib o'tsangiz, pedagogik yo'nalishga to'g'ri keladimi? Nukus pedagogik institutida o'qiyman. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Amaliyotga asosan bojxona bilan bog'liq bo'lgan sohalar bo'lsa agar, amaliyot o'tashga ruxsat berishimiz mumkin. Iqtisodiyot, moliya yo'nalishlari, masalan, logistika yo'nalishi ham to'g'ri kelishi mumkin, bemalol topshirishlari mumkin. Pedagogika bojxona institutida amaliyot o'tashlari mumkin, agar shu sohalari bo'yicha Toshkentda bemalol sharoitlari bo'lsa, o'tashlari mumkin. Abbos aka, ko'pchilik savol berdi, nechta tilni bilish ustunlik beradi deyishyapti. Xorijiy tillarni bilish deb yozilgan, chunki asosan sinovlarimizda hamda yakuniy suhbatlarimizda nomzodlar bilan shu xorijiy tillarda test savollari yoki yakuniy suhbatda xorijiy til bo'yicha ham bilimlarni aniqlash uchun xorijiy tilda ham nomzodlar bilan suhbatlar bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan ma'lum, agar savol javobda yoki testda eng yuqori ball to'plagan, reytingda eng baland bo'ladi. Shundan kelib chiqib ustunlik berishi mumkin. Men topshirgan edim, javob kelmayapti, hammaga javob kelmayaptimi deb ko'pchilik yoshlarimiz so'rashyapti. Javoblar qachon yetib boradi? Saralash bo'yicha. Saralash bo'yicha hozir balkim bu kishi oxirgi ariza bo'yicha nazarda tutayotganlar. Adashmasam. Oxirgi ariza boya aytib o'tganda shu 2-dekabr kuni oxirgisini qabul qildik. Hozir o'sha saralash tadbirlari amalga oshirilyapti. Tez kunda shu bergan nomerlari bo'yicha hududiy kadrlar bo'limlari nomzodlar bilan bog'lanishadi. Rahmat. Demak, biz jonli efirimizga qaytib oldik. Chatlarimiz ochiq, adashmasam. Abbos aka, o'zi umuman mana yoshlarimizni ko'ryapmiz. Demak, sohaga qiziqishi bor. Agar bunchalik mana hozir kuzatmagan bo'lardik, jonli efirlar orqali kirib bevosita suhbatlarini eshitishlarini. Biz Zoir aka, sizdan iltimos qilaman, jonli efirimizni biroz yana tekshirib olishingizni, chunki bizda ijtimoiy tarmoqlarimizda o'zimizning shaxsiy sahifalarimizga Zoir aka yozishyapti. Jonli efir bo'yicha qotib qolyapti degan bir tekshirib olsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Menimcha efir sifati yaxshilandi. Ketdik, davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Ham imtihondan o'tib medosmotrga kelganda tishim ozgina qiyshiqligi uchun hujjatni to'xtatishdi. Shu to'g'rimi? Zohidboy Kamilov nomli akkaunt egasi. Yuqorida ham aytib o'tdim. O'zi mana shu tibbiy tekshiruv bo'yicha batafsil ma'lumot bering, chunki juda ham ko'p savollar kelgan mana shu tibbiy xizmat bo'yicha. Tibbiy tekshiruvlar yuqorida aytib o'tdim, Ichki ishlar vazirligi tizimidagi tibbiyot muassasalarida amalga oshiriladi. Buni tartibi ham shu Ichki ishlar vazirligi tomonidan belgilangan. Harbiy tibbiy komissiyalarimiz bor. Shu harbiy tibbiy komissiya nomzodlarni xizmatga qabul qilinayotgan lavozimdan kelib chiqib belgilangan me'yorlar bo'yicha nomzodlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishadi. O'sha belgilangan mezonlar hamda me'yorlarga to'g'ri kelgan nomzodlar xizmatga qabul qilinishga yaroqli topiladi tibbiy xizmatlar bo'yicha. Rahmat.
Davlat bojxona qo'mitasining markaziy apparati bo'sh lavozimlarga kirish uchun kimga murojaat qilishim lozim deb yozyapti. Menimcha hozir bosh qo'mitada vakant lavozimlar yo'q. Vakant lavozimlar yo'q. Faqatgina yordamchi xodimlar bor bizda. Masalan, ish yurituvchi texnik xodimlar bor. Kelsalar, agar shu lavozimlar taklif qilinadi, agar bo'sh lavozimlar bo'lsa, istak bildirsalar, hujjatlar o'rganib Rahmat. Abbos aka, assalomu alaykum. Ma'lum bir sabablarga ko'ra xizmat faoliyatimda noqonuniy ravishda bo'shatilganman va sudga murojaat qildim. Birinchi, ikkinchi instansiya sudlarida ham g'alaba qozondim va Oliy sud ham qayta ishga tiklab berishimni bo'yicha qaror chiqarib berdi. Qachon nima deganlar? Qachon o'z faoliyat boshlasam bo'ladi? Nima uchundir kadr tomonidan yetarlicha ma'lumotlar berilmayapti menga deb yozibdilar. Nima qilsa bo'ladi? Unaqa bo'lishi mumkin emas, chunki bizda sudda qarorlarga asosan xizmatga qabul qilinish belgilangan. Sobiq xodimlarimiz ular xizmatga qabul qilinadi. Baribir sud qarorini bajaradi. Demak, menimcha qaysidir joyda aniq qilinmagan bo'lsalar kerak. Lekin hamma sud qarori bajariladi. Demak, o'zingizning ma'lumotlaringiz bo'yicha qanaqadir murojaatingiz bo'lsa, hurmatli yurtdoshim, yoshlar, bevosita boya yuqorida aytib o'tdilar. Efir biroz to'xtab qolganligini inobatga qaytarib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'sha yerdagi ishonch telefonlariga va mana shu Customers saytiga kirib murojaat qilib bemalol o'zingizni mana shu sud qarorini yoki boshqa narsalarni yo'llashingiz mumkin. Albatta, sud qarori bajariladi, ijrosiz qolmaydi. Har bir sohaga kirayotganda medosmotrdan o'tadimi ishlash uchun, medkomissiya bo'ladimi deb yozibdilar. Albatta. Chunki bizda asosiy belgilangan talablardan bittasi bu sog'liq va jismoniy tayyorgarligi nuqtai nazaridan bojxona organlarida xizmatga qabul qilishga layoqatli bo'lishi kerak, yaroqli bo'lishi kerak nomzodlarimiz. Rahmat. Navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Bojxona organlari mansabdor shaxslari lavozimli nomzodlar bilan suhbatda asosan qanday savollar berilishi mumkin? Ko'pincha men psixologik savollardan qo'rqaman va mana shu shablon tarzda abrazislar bormi, ya'ni namunalar bormi deyishyapti. Tayyorgarlik ko'rish uchun. Bo'ldi. Bu yakuniy suhbatda odatda nomzodning dunyoqarashi, umumiy shu bilim darajasini aniqlash, o'zini mutaxassisdan kelib chiqib savollar berishi mumkin. Hamda bojxona haqida ba'ziviy ma'lumotlarga egami, yo'qmi? Tizimga kirishdan maqsad nima o'zi? Shu kabi narsalarga aniqlik kiritish o'tkaziladi yakuniy suhbatda biz. Tayyorgarlik ko'rish uchun yuqorida ham aytib o'tdim, customs.uz yoki bojxona.uz saytiga kirib, interaktiv xizmatlar bo'limida ishga kirish uchun rukni bor. O'sha yerda qo'llanmalar joylashtirilgan nomzodlar uchun. O'sha qo'llanmalar asosida savollarga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Rahmat. Feruz Akbarova nomli foydalanuvchimiz yozyaptilar. Bitiruvchi kursman. Yo'nalishim iqtisodiyot, rus va ingliz tillarini mukammal bilaman. Fransuz tilini ham bilaman. IELTS sertifikatim bor. Toshkentda o'qiyman va qiz bolaman. Bojxona yo'nalishida faoliyatimni davom ettirishim uchun nima qilishim va qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Yana bir savolim. Harbiy bo'lmagan oliy ta'lim muassasalaridagi bitiruvchilar diplom olmasdan turib, amaliyotini bojxona tizimida o'tab va diplom olgandan keyin ishini davom ettirib ketsa bo'ladimi? deb savol berdilar. Mayli, amaliyotdan boshlay qolaylik. Amaliyot buni yuqorida aytib o'tganimdek, shu xat asosida murojaat qilsa, ruxsat beriladi. Amaliyot o'tagan talabalarga, bojxona organlariga xizmatga qabul qilinishda hech qanaqa imtiyoz berilmaydi. Hamma qatori tanlovlarda ishtirok etadi. Bemalol shunda ishtirok etadi. Hattoki bizda o'zimizda ishlayotgan texnik xodimlarimiz yoki yordamchi xizmat ko'rsatish guruhlari xodimlari bor. Tanlovlarda ularga ham ustuvorlik bermaymiz, chunki hammaga teng sharoit yaratilgan, hamma teng huquqli. Tanlovda ishtirok etib, bemalol o'zini kuchiga ishonib, topshirishlari mumkin. Shaffof tarzda bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya yo'nalishining sirtqi bosqich bitiruvchisiman. Maktabda amaliyotchi psixolog bo'lib ishlab kelmoqdaman. Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Menda ushbu soha haqida ma'lumotlar yo'q. Yoshim 26. Men ham ushbu sohada faoliyatimni olib borishim mumkinmi va qanday qilib? 26 yoshman deya aytayaptilar. Faoliyat olib borishlari mumkin. Agar sirtqi bo'lim talabalari bo'lsalar, ba'zi o'qishga qabul qilingunga agar o'rta maxsus ma'lumot diplomlari bo'lsa, bemalol kichik inspektor lavozimiga xizmatga qabul qilishlari mumkin. Demak, kichik serjant lavozimida boshlaydi. Serjant lavozimida boshlab, o'qishini tugatgandan keyin o'qishini o'sha ishlaganlaridan kelib chiqib, yo'nalishlari, ish ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, keyinchalik ofitserlik lavozimiga o'tkazish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Abbos aka, balki savolim noodatidir. Boshqa organ sohasi yoki harbiylashtirilgan sohaga, umuman formal sohaga o'tsangiz, qaytadan qasamyod qabul qilish jarayonlari mumkin bo'ladi va bojxona tizimiga o'tayotganda ham qayta qasamyod bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Chunki menimcha qasamyod bir marta qabul qilinadi. Yo'q, bizda bojxonachi qasamyoti ham bor. Yuqorida aytib o'tdim, xizmatga qabul qilinganda savolni. Xizmatga qabul qilinayotganda 3 oylik sinov muddati bilan qabul qilamiz. Shu 3 oylik sinov muddati davomida xizmatga yangi qabul qilingan xodimlarimiz boshlang'ich tayyorgarlik kursida o'qitiladi bizda. O'sha bojxona instituti bazasida
qayta tayyorlash va malaka oshirish fakultetimiz bor. Shu markazning qoshida boshlang'ich tayyorgarlik kurslarida o'qitiladi. Shu boshlang'ich tayyorgarlik kursida o'qish jarayonida barcha yangi qabul qilingan xodimlar bojxonachi qasamyodini qabul qiladi. Qasamyod matni o'sha xizmatni o'tash to'g'risidagi nizomimizda prezidentimiz tomonidan tasdiqlab berilgan. Ya'ni yosh bo'yicha savol berdilar. Abbos akam bu yuqorida mana shu savolga javob berdilar. Ya'ni 31 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, bemalol ariza yozib, mana shu bojxona tizimida o'zingizni faoliyatingizni olib borishingiz mumkin bo'ladi. Agar oliy ma'lumot egasi bo'lsangiz, tushunishim bo'yicha katta serjant lavozimidan boshlaysiz. Agar unvonidan boshlaysiz, shundan so'ng o'zlari mana shu 6 oylik, 9 oylik sinovdan so'ng sizga ofitserlik lavozimini berishar ekan. Agar o'rta maxsus lavozimga ega bo'lsangiz, o'rta maxsus ham 31 yoshgacha. U ham 31 yosh. Inspektor lavozimiga qabul qilinganlar katta serjant, inspektor kichik inspektor lavozimiga qabul qilinganlar kichik serjantdan boshlashadi. Oliy ma'lumotli bo'lsa ham. Oliy ma'lumotli bo'lsa. Demak, to'g'ri tushuntirib bersangiz xato bo'lmasligi uchun. O'rta maxsus bo'lsa ham, o'rta maxsus bo'lsa ham kichik serjant bilan kichik serjant unvonida kichik inspektor lavozimiga qabul qilinadi. Demak, hurmatli yoshlar, 31 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, vaqtingiz hali bor, bemalol arizalarni yozib, belgilangan sinovlardan o'tib, mana shu bojxona tizimida ofitser yoki serjant lavozimlarida bevosita faoliyatingizni olib borishingiz mumkin bo'ladi. Biz savollarga qaytamiz, chunki savollar juda ham ko'p. Baholi qudrat harakat qilaman, hammasini o'qib eshittirishga. Assalomu alaykum. Men Toshkent Irrigatsiya universiteti 4-kurs talabasiman. Harbiy kafedrani o'qiganman. Zaxiradagi leytenant unvonim bor. Bojxona sohasiga ishga kirmoqchiman. Qayerga murojaat qilishim kerak? Shu haqida hurmatli yoshimiz, agar mana shu savollar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, biroz efirdan oldingi vaqtga mana shu jonli translyatsiyani tugagandan so'ng qaytsangiz, yetarlicha bafurcha mana shu savolga javob berib o'tdik. Xo'p, yana bir savolga murojaat qilaman. Jiyanim bojxonaga qiziqib hujjat topshirganda boshlang'ich imtihonlardan eng birinchi bo'lib o'tdi. Tishi oldinga sal chiqqani uchun medosmotrdan o'tkazishmayapti. Shu qanchalik to'g'ri? Bojxona faqat kelishgan chiroylilarni ishga oladimi yoki aqli bor yoshlarnimi deya e'tirozini bildirdilar. Bunaqa emas. Albatta, sog'lig'i nuqtai nazardan bojxona organlarida xizmat qilishga yaroqli bo'lishi kerak nomzodlarimiz. Yaroqsizlarni xizmatga qabul qila olmaymiz. Demak, hurmatli yosh, to'g'ri tushuning. Agar menimcha tishni davolasa bo'ladi. Mana shu davolanib, bevosita o'sha qiyshiqliklarni to'g'rilab, yana mana shu belgilangan sinovlardan o'tib bemalol o'z xizmat vazifalarini davom ettirishi mumkin bo'ladi. Menimcha muammo yo'q bunda. Xo'p. Jamil Imomqulov nomli akkaunt egasi yozyaptilar. Assalomu alaykum. Bo'yim 2 metr, dzyudo bilan shug'ullanaman, oliy ma'lumotliman. Qanday ishga kirsam bo'ladi? Ya'ni men aytmoqchimanki, Milliy gvardiya, Spartak anaqani so'rayaptilar bular, adashmasam, harbiy anonisi bo'ladi-ku, harbiy yo'nalishni, sport kompleksini tushundim. Bu toifadagi yoshlarimiz ham shu hamma qatori tanlovlarda ishtirok etib, qatnashishlari mumkin, tanlovlarda bemalol. Rahmat. Terminalga praktikamni olmoqchiman. Shartnomangiz yo'q deb keyin qaytarmaydilarmi borsam? Praktikaga logistika yo'nalishiga shartnomam yo'q deb qaytarmaydim. Iltimos yordam beringlar deya yozibdilar. Savolga shu xat bilan kelsa, bemalol ko'rib chiqib ruxsat beriladi. Rahmat. Abbos aka, mana bir soat davomida suhbatimizni olib boryapmiz. Yetarlicha ma'lumotlarni berib o'tdingiz va ko'pchilikda savol keldi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni o'qiyotganimda ham harbiylashtirilgan bo'ladigan bo'lsa, demak, ya'ni podpolkovnik harbiy unvonigacha boradi. Yo'q, yo'q, hozir men savolimni tugatib olay. Agar polkovnik unvonini olish uchun ham, misol uchun, akademiyani yana qo'shimcha o'qish kerakmi yoki avtomatik ravishda sizlarda qanday shu bo'yicha savol berishyapti? Bizda unaqa emas. Bizda belgilangan har bitta xodim xizmat qilayotgan lavozimdan kelib chiqib, unvonni maxsus unvon olishda eng yuqori chegarasi belgilangan. Shu lavozimdan kelib chiqib, xizmatda yuqori lavozimga o'sishga erishsagina unvon ham o'z-o'zidan oshib boraveradi sekin-sekin. Demak, umuman olganda leytenantdan polkovnik unvonigacha borish mumkin. Agar shu lavozimga to'g'ri kelsa. Lavozimi to'g'ri kelsa. Demak, Qurolli Kuchlar akademiyasi shunga o'xshash narsani tugatish shart emas. Bizda hali unaqa narsa yo'q. Demak, tushunarli. Yana savollar kelyapti. Xorijda o'qigan bo'lsam va o'sha yerda yashagan bo'lsam, boya yuqorida aytib o'tdingiz, faqat chiqib kelgan bo'lsa, yashagan bo'lsa-chi xizmatga qabul qilinadimi deya xizmatga qabul qilinadi. Xizmatga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi qabul qilinishi belgilangan. Agar o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lsa, bemalol topshirishlari. Demak, chet elda istiqomat qilgan bo'lsa ham, uni zarari yo'q. Yo'q, topshirishlari mumkin. Abbos aka, men yana o'zim savollarimni berib o'tmoqchiman.
ko'pchilik yoshlarimiz, o'zim ham guvohi bo'lganman, chunki o'zim ham harbiy litseyda o'qiganman, tahsil olganman va mana shu jismoniy tayyorgarlikdan ko'pchiliklari yiqilishadi. Xuddi shunday. Afsuski shunday. Hozir yoshlarimiz bilimi zo'r bo'lishi mumkin yoki sog'lig'i zo'r bo'lishi mumkin, lekin ko'p hollarda ko'rganmiz, bizda profotbor deyishardi va mana shu jismoniy hamda psixologik testdan yiqilishadi va ko'pchilik bugungi savollarimiz ham mana shu psixologik va jismoniy mashqlarda. Nimalar qilish kerak bugun yoshlarimiz? Mana shu bo'yicha keling gaplashaylik. O'z ustida ishlash kerak. Sport bilan muntazam shug'ullansa bo'ldi. Hech qanaqa normativlarimiz ham bunday olib qarasa, Unaqa qiyin emas. Qiyin emas. O'sha maktabda yoki institutga tushishda qanaqa normativlar belgilangan bo'lsa, deyarli shunaqa normativlar belgilangan. Unaqa qiyin emas. Bizda asosan qizlar qiynaladi normativ topshirishga. Qizlar sportdan ozgina qizlar qiynalishadi. Agar o'z ustida ozgina ishlab harakat qilsa, bemalol o'tadi. Ko'pchiligi o'ziga ishonchi yo'qmi qandaydir bilmayman qizlarimizda. O'tib bo'lgandan keyin ozgina shug'ullandim, o'tib ketdim deb o'zlariga o'zlari keyin qilishadi, amin bo'lishadi. Shu o'rinda yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman, agar ruxsat bersangiz. Bizda xizmatga qabul qilish ota-onasini hamda turmush o'rtog'ining roziligi olinadi odatda. Chunki respublikaning istalgan hududiga yuboramiz biz. Shu bo'yicha savol bermoqchi edim. Respublikaning istalgan hududiga yuboramiz. Ko'pchilik nomzodlarimiz hamma bosqichdan o'tib bo'ladi. Oxirida ota-onasi bilan suhbatga kelganda, ota-onasining xabari bo'lmay qoladi-da bunaqada. Keyin ota-onasi rozilik bermaydi, o'zini mehnatiga kuyadi. Shunaqa joylari bor. Shuning uchun bitta maslahat bergan bo'lardim nomzodlarimizga, hujjat topshirishdan oldin albatta ota-onalar bilan maslahat qilib. Qarang, siz shuni aytib o'tyapsiz, savol kelyaptilar. Nozir Rahmatulloh 2-dekabrgacha qabul qilinayotganlar qayerda ishlaydi? Viloyatdami yoki Toshkent shahridagi chegaralardami deya. Biz u lavozimlarni hududiy boshqarmalarimizda inspektorlik lavozimiga deganmiz, postlarda. Qayerda o'sha bo'sh lavozim bo'lsa, demak, xohlang Xorazmda ham bo'lishi mumkin yoki Samarqandda yoki Surxondaryoda. Chunki hujjat topshirishdan avval o'sha manzilda ularning respublikaning barcha hududda ishlashi ogohlantirilganligi to'g'risida roziman deb o'zlari rozilik belgisini berishadi. Shundan kelib chiqib keyin topshirishadi. Rahmat. Abbos aka, mana hozir mana shu ota-onasi hamma bosqichdan o'tishadi va oxiriga kelganda biz viloyatga jo'natamiz deyapsiz. Va istisno tarzi ham bormi? Masalan, oilaviy ahvoli, semeyniy положение degan jarayonlar bo'lishi ham mumkin-ku. Yoki ishlayotganlar Toshkentga ko'chirish holatlari bo'ladigan bo'lsa. Yo, albatta ular hammasi inobatga olinadi. Inobatga olinadi. Bo'sh lavozim, oilaviy sharoitda hammasi inobatga olinib, maksimal darajada o'sha yaqin hududida xotin-qizlarga shunaqa imkoniyat yaratilgan, uni hech qanaqa endi bo'sh lavozimdan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi, baribir bular. Bojxona institutida ham qizlar uchun fakultetlar bormi? Bir xil o'qishadi o'g'il bolalar, qizlar. Faqat kazarma alohida. Kazarma alohida. Ular yo'q, ular ham kazarmada. Kazarmada yotishadi qizlarimiz ham, kazarmada yotadi. Agar Toshkent shahrida uyi bo'lsa, ruxsat berilishi mumkin qizlarimizga. Kazarmalar alohida qilingan, o'g'il bolalar, qizlarning alohida yotib o'qishadi. Ajoyib. Savol kelyaptilar. Menimcha kelinglar, hurmatli yoshlar, bugungi 1 soatdan oshiq davomida mana shu sizlar bilan jonli efir orqali suhbatimizni amalga oshiryapmiz. Menimcha savolni bugun tugata olmayman, chunki juda ham ko'p keldi va biz Abbos akadan iltimos qilamiz kommentariyalarda yoki bo'lmasam yana bir bor mana shunday jonli efir orqali sizlar bilan suhbat qilib boramiz va sizga Og'iz aka mana shu kommentariyalardan kelib chiqib javoblarni biz o'zimiz texnik xodimlarimiz bilan birgalikda yozib qoldiramiz. Agar bera olmay yoki o'tib ketgan savollar bo'lsa, men o'qishga efir orqali suhbat qila ulgura olmagan savollarim bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin bo'ladi. Uzr so'rayman efirda boshqa ishlatganim uchun va oxirgi bugungi savolimizni o'qib eshittiraman. Bo'yim 2 metr, dzyudo bilan, taekwondo bilan shug'ullanaman, lekin men tamojniga ishlashni orzu qilganman. 3 yil ichida bitiraman. Nasib bo'lsa, ishga kirishim mumkin bo'ladimi? Va sog'lig'imda nimalarga e'tibor berishim kerakligi, qanday fanlardan tayyorgarlik ko'rishim haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Bemalol topshirishlari mumkin. Ma'lumotni tasdiqlovchi diplom olganlaridan keyin sog'liqlari shu umumiy sog'lom bo'lsalar bo'ldi. Nimalarga e'tibor berish kerakligida bojxona haqida ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lish kerak baribir. Qisqa ma'lumotlar, bojxona o'zi nima, bundan tashqari iqtisodiyot, huquq, huquqshunoslikdan O'zbekiston tarixidan ozgina ma'lumotga ega bo'lsalar, hamma bilish kerak bo'lgan ma'lumotga ega bo'lsalar bo'ldi. Sinovlarda ishtirok etib o'tishlari mumkin. Rahmat.
Abbos aka, sizga va bojxona qo'mitasiga mana shu jonli vebinarda ishtirok etish bo'yicha taklif bildirganimizga yo'q demay labbay deya javob berganingiz uchun sizga va qo'mita rahbariyatiga o'zimni chuqur Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi hamda yoshlarimiz nomidan o'zimni minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Taklif uchun hamda mana shu ishtirok uchun o'zimizni rahmat aytaman va bugungi so'nggi so'z o'rnida yoshlarimizga o'zingizning tilaklaringiz bo'lsa va mana shu tizim bo'yicha yangiliklar bo'lsa marhamat eshitishingiz mumkin. Shundan so'ng bugungi efirimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Takliflar uchun rahmat avvalambor. Bu unaqa suhbat to'g'risi men uchun ham kutilmagan bo'ldi, lekin zamon bilan yashash kerak baribir ham. Bugungi kunda bilaman, bojxonaga bo'lgan qiziqish yuqori yoshlarimiz o'rtasida, chunki ko'plab murojaat bo'ladi. Kun davomida telefon orqali yoki kol markazimizga ko'plab murojaat yoki yozma tarzda murojaatlar bo'ladi. Bugun o'sha murojaatlardan kelib chiqqan holda maksimal darajada harakat qildik. Shu nomzodlar yoshlarimizda barcha savollarga javob berishga, asosiy nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida bitta narsaga aytib o'tmoqchiman. Yoshlarimizda doim olg'a harakat qilishsin. Hech qanaqa men ishga kirgizib qo'yaman yoki unaqa bo'ladi degan narsalarga ishonishmasin. Unaqa narsalarga ishonishmasin. Chunki xizmatga qabul qilish bu shaffof tizim. Natijalar darhol e'lon qilinadi. Masalan, so'nggi mana shu oxirgi shaffof tizim ishga tushgandan beri 25 nafar nomzodni xizmatga qabul qilgan bo'lsak, 25 nafar nomzodni ham olib qarasangiz, ko'plari o'qituvchi, yosh, o'qishni endi tugatgan bolalar yoki qizlar, xotin-qizlar, shunaqa nomzodlar xizmatga qabul qilinganda, o'zlari ham oxirida kelib yoki ota-onalar kelishadi. Men bunchalik bo'lishini kutmagandim. Rahmat aytib ketganlari ham bor-da. To'g'risini tan olish kerak. Rahmat aytib ketganlari ham bor. Aytib o'tmoqchimanki, hech kimga ishonmasdan o'zini bilimiga ishonib, sport bilan shug'ullanib, hamma sinovlarda qatnashib, ana bitta kino bor-ku, tanka qidiradi-ku. Unaqa narsa, o'sha narsaga aniq qilishmasdan bemalol o'zlarining kuchi bilan kirishga ishonishsa bo'ldi. Rahmat, hurmatli yoshlar, sizlar bilan 1 soatdan oshiq vaqt davomida bojxona tizimidagi akamiz Abbos aka bilan bevosita suhbatimizni amalga oshirdik va kelgusi sohamiz qaysi bo'lishini quyidagi linklar orqali, izohlar orqali yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi va kelgusi spikerimiz kim bo'lishini aynan siz tanlaysiz va kimni keyingi hafta mana shu kuni jonli efirga chaqirishimizni aytib o'tsangiz, hurmatli yoshlar, albatta biz bu mutaxassisni sizlarga qiziq bo'lgan jarayonlarni efir orqali sizlar bilan to'g'ri olib boramiz. Ishonch uchun, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.